Bundan oldingi storiesimda bergan savolimni sababi bugun biz go'zalinalar yana yig'ildik. Albatta. Zamlat telefonga yig'ishtiraylik. Har tomoshablar bir yig'ilsak. Telefonda boshing ko'tarmaydi-da, bu bir g'iybatlashaydi. Sizlar bilan g'iybatlashib bo'ladimi? Faqat kiydirasizlar. Yaxshi temalar, dugonlarning o'rtasida qanaqadir o'ziga xos hazillar bo'lsa yozinglar. Ularni ham tanlab Zamra o'ziga boshqa klub topib. Sizlarni o'rningda boshqacha. Bizchalik pastlari yo'q-a? Unaqasi yo'q. Yaxshilik, odam yaxshilik qilib turish kerak. To'ppa-to'g'ri. Bizga qilmasa kimga Puling qiladi? bormi dugonangga qilgan? Bo'lmasa kredit olib qil. Bo'lmasa kredit olib qil. Bu qizlarning turgan bitgani yo'qmi? Aniq-da, mana shu hech qachon aytilmagan. Puling bormi dugonangga qil yoki aytilganmi? Aytilmagan. Birinchi dugonaga qilish kerak. Avval dugonaga, Yoshiga qarab, kim qaysi dugona yosh